Bismilloh deb bayon aylay hikmat aytib, toliblarga duru gavhar sochdim ma'no, riyozatni qattiq tortib, qonlar yutib, man daftari soniy so'zni ochdim ma'no. So'zni aydim har kim bo'lsa diydor talab, jonni jonga payvand qildim ragini ulab. G'arib, faqir, yetimlarni boshin silab, ko'ngli butun xaloyiqdin qochdim ma'no. Qayda ko'rsang ko'ngli sinuq marham bo'lg'il, andoq mazlum yo'lda bo'lsa hamdam bo'lg'il. Ro'zi mashhar diydoriga marham bo'lg'il, monumanlik xaloyiqdin qochdim ma'no. G'arib, faqir, yetimlarni Rasul so'rdi, o'shal tuni Me'roj borib diydor ko'rdi. Qaytib tushib g'arib, faqir, yetim so'rdi, g'ariblarni izin izlab tushdim ma'no.